Keyingi duetimiz Susana degan qizimiz mana. Qarsigilar o'rtoqlar. Kim bo'lishi mumkin? Bilmayman. Bilmaysiz. Men o'ylashim bo'yicha Shukrullo aka bilan zo'r duet bo'ldi. Kutilmagan lahzalar. Sahnada chiqqanimda juda ham kuchli hayajon bo'lganki, hattoki ovozim ham ozgina ketib qolgan. O'ylamadim, что kimdir qaraydi. Я ваша фанатка, можно сказать, потому что я считаю, что вы самый креативный артист в нашей эстраде. Поэтому я очень счастлива, что я к вам попала. Спасибо вам большое. И надеюсь, что у нас получится супер проект. Rahmat. Men ham tanishganimdan xursandman. Meni komandamga tushganingizdan juda ham xursandman. Siz uchun zo'r qo'shiq tayyorlab qo'yganman. Ishonaman, u qo'shiq sizga mos keladi. Qo'shig'imni 3dan 2si tugadi hamki, ustozlar hali o'girilishmagandi. Menda yana ko'tarildi haligi hayajon. Pik darajasiga chiqdi. Endi qo'shiq qanot tugadi. Qaytigacha men ijro qila oldim. O'zi meni esimda qolmadi-da, shu darajada meni hayajon egallab olgandi. Sen bo'lmasang boshqasi. Это поплыл как-то. Ustozim bilan gaplashganda, ustoz desam, ha dedilar. Kim qarashini bilmayman, lekin Shohruxxonni tanlayman inshaalloh dedim. Oxirida bosdilar bu kishi. Ashundajon o'zimniki bo'ldi. Chunki hayajondan bular savol berishyapti. Menga gapirish uchun umuman kuchi yo'q. Sizda inson bilan bitta xonada, bitta studiyada yuzma-yuz turganimdan bag'oyat xursandman. Bu yerdagi atmosfera bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishda ijod qiladigan ikkita inson. Lekin ularni bitta qo'shiqda birlashtirdik va juda ham chiroyli chiqdi. Partnyorga keladigan bo'lsak, juda ham iste'dodli, yaxshi ovozlari zo'r, repetitsiyada ham bir-birimizni yaxshi tushunamiz. Shukrullohning intilishi menga juda ham ma'qul keldi, chunki ular o'zlari bilmagan qo'shiqni tez orada yodlab, ko'pchilikdan chiroyli ijro etyaptilar. Susana xolam faqat kasal bo'lib yurdilar. Endi mana hozir keldi. Qo'shiq men bop qo'shiqda deydi. Men o'zimni Xudo xolasa inshaalloh ko'rsata olaman. Kutib oling. Shukrullo va Susana, marhamat. Nичего себе. Demak, bizda face to face nigohlar jangi, chunki bu qarama-qarshilik, bu juda ham jiddiy bosqich. Siz shou doirasida bir-biringizni oxirgi marta ko'rib turibsiz. Kimdir shouda ishtirokini davom etadi, kimdir esa keyingi qismlarni oila davrasida televizorda ko'radi. Bu ham yomon emas. Lekin bu hammasi birozdan so'ng hal bo'ladi. Ungacha esa qarama-qarshilik boshladik. Ladies and gentlemen, welcome to the world's biggest star.
it rain. Oh, Sunday, the smile of Peter Reed is there. Dark as it gone and bright as it here. My Sunday worship, so sincere. Sunday, one so true. I love you. I love you. I love you. I love you. Voydod. Susanna Shukrullo olqishlab qo'yamiz. Qarsini. Красавчики, красавчики. Bravo. Shohruxxon jamoasi. Ha, Susanna Shukrullo, katta rahmat sizlarga va albatta ustoz san'atkor, elimiz suygan san'atkor Boniyamga ham qo'shiq uchun minnatdorchilik bildiramiz. Albatta. Ana endi esa ustozlar fikrlariga quloq solamiz. Farruh Karimov, keling sizdan boshlaymiz. Shohruxxonga katta rahmat. Yana tarix, taassurot zo'r darajada shedevrlardan birini mazza qilib eshitdik. Endi sal harakatlar ko'proq bo'lib ketdi. Maslahat bo'lardiki, ohangini, kuyini o'zi mazza qilib aytilsa, o'shani o'zi kifoya. Siz aytasiz endi qarama-qarshi deyapsiz. Biza qarama-qarshi. Jang bo'ladigan biza tomonidan bo'lsa, endi sal hadib. Albatta. Menga konflikt bo'lsa bo'ldi, ahamiyat yo'q qaysi tomondan. Agarda ko'proq shunga e'tibor berilsa edi, ohangiga o'ziga 10 ball emas, 11 ball bo'lardi. Omad yor bo'lsin. Baribir yaxshi, juda Shohrux rahmat katta. Taassurot uchun katta rahmat. Sizga ham katta rahmat. Farruh Karimovni olqishlab qo'yamiz. Ему все понравилось. Boniyam hozir o'zi ham bundan yaxshiroq ayta olmasa kerak deb o'ylayman. Endi biza 5 ta 6 ta sostavi bilan Boniyam sahnalarda uchrashganmiz, ko'rishganmiz. Men maza qildim, bolalar yaxshi aytishdi, lekin sal shu отвлекаться qilishdi. Действительно, на танцы чуть-чуть отвлеклись. Ohangi sal, lekin Kayfiyat zo'r bo'ldi. Kayfiyat zo'r bo'ldi. Biz maza qildik. Rahmat. Sizga olqishlab qo'yamiz Anvar Jo'rayev. Nasiba Abdullayeva, marhamat. Biz bu qo'shiqni maktabni yuqori sinflarda o'qib yurgan paytimizda aynan Boniyamdan eshitib, raqslarga tushib, hamma kechalarimizda bu qo'shiqsiz o'tmas edi. Harakat sal ko'p bo'ldi deyishyapti. Albatta, balki sal ko'p bo'lgandir, lekin qo'shiqni o'zi, uni ruhiyati aynan harakatni talab qilgani uchun menimcha shu harakatlar bo'ldi. Shohruxxon, tabriklayman. Juda ham chiroyli nomer bo'libdi. Bu Susanna Shukrullo emas, ikkalasi birlashib olov bo'libdi bugun. Rahmat sizga. Nasiba Abdullayeva olqishlab qo'yamiz. Men ham lekin bularni eshitib shoh. Endi bularni qaysini kimni tanlar ekan? Bu juda ham qiyin masala deb o'tirdim. Anvar aka, bu yerda yana shunaqa masala borki, men hozir shou boshlanishidan oldin grimga kirsam, Shohrux aka Shukrulloning sochlarini o'zlari to'g'rilab, bitta mehr berib, laklab, ana nafaqat ovoz yoki faqat prichoska bilan yoki nafaqat ovoz va prichoska bilan shug'ullanadi. Ustoz bo'lsa shunaqa bo'ladi-da, ustoz. Nastoящий nastavnikda. Men o'ylayman, har dushanba kuni bularni bir qator qo'yib tirnog'ini ham tekshirib chiqsalar kerak. Yo, haqiqatan men shunaqa mehr ko'rdim. Har bitta ishtirokchiga, ustoz degan ham kostyumidan boshlab sochigacha gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan oila deganingizcha bor ekan, olqishlab qo'yamiz. Va mana shuncha mehr bergan oilangizdan kimni hozir haydab yuborasiz? Marhamat. hay pavarotni qarang. Voy. Shakar. Yo bittasini turmushga berib yuboringlar, yo bittasini o'ylantirib alohida chiqaringlar. Hech kim xafa bo'lmaydi degan fikrdaman. Chunki hammamiz do'stlik komandasiga aylandik hammamiz. Yo, Shohrux aka, keling oldin chiqish haqida, nomer haqida. Ko'nglingizdagidek bo'ldimi? Ko'nglimdagidan, o'sha o'ylaganimdan ham yaxshi bo'ldi. Sizlarga rahmat kattakon. Mana shu raqslar menga yoqdi. O'zlarini ushlab tura olmaydi bunaqa muzikani aytgandan keyin. Bo'lmaydi. Shuning uchun sahna harakati ham hammasi menga yoqdi. Misol uchun
Susanani biz hammamiz taniymiz. Xizmatlarda ko'p ko'rishamiz. Shukurullo akamizni birinchi marta ko'rib turibman. Namangandan kelgansiz, to'g'ri? Namangandan. Sana. Sizni kelganingizda orzuyim bor degandingiz. Orzungiz ishtirok etish, to'g'rimi? Shunaqami? Inshaalloh. Sizni ovozingizni hech qachon hech qayerda eshitmaganman, lekin yana eshitmoqchiman. Ay, Shukrullo, tabriklayman. Siz ovozda ishtirokingizni davom etasiz. Rahmat sizga. Marhamat, xayrlashib, bu yoqqa yo'l olishingiz mumkin. Bu yoqdan keyingi bosqichga o'tadi. Yo'q. Endi uni finalda aytasiz aka. Gapirmoqchi bo'lsangiz yutqazish kerak edi. omad yor bo'lsin. Ham yutamishlarda, ham gapiramishlar. Yo'q. Ana endi men vaziyatga oydinlik kiritay. Vaziyat shunaqaki, hamma ustozlar jamoani to'ldirib bo'lishdi va qutqarish imkoniyati hech qaysi ustozda yo'q. Demak, bu sizning bu mavsumdagi so'nggi chiqishingiz. Aytadigan gaplaringiz bo'lsa, bemalol, marhamat. Я хочу поблагодарить всю команду, которая работает на этом прекрасном проекте, а также хочу выразить свою благодарность нашему наставнику. Он дал такую возможность выступать, то есть все предоставил. Когда я пришла на этот проект, у меня родилась одна маленькая мечта, еще одна. Я надеюсь, что придет такое время, когда я соберу альбом, я стану услышимой. Я бы хотела воплотить свою маленькую мечту, спеть дуэтом Шахруханаке. Я обещаю вам. Все слышали? Я обещаю вам. Rahmat. Qasamichinchi? Rahmat. Yo'q, va'da yetadi, aka, va'da yetadi. Va'da Rahmat. berdim, va'damni ustidan chiqaman. Va'da yetadi, rahmat. Я Demak, думаю, sizda Всем va'da bor. спасибо. Опари. я думаю, это даже лучше, чем выиграть в голосе. Ha. Это Qarang. Сусанна, вы сказали, я надеюсь быть услышанной. Да. Вы не должны вообще ни минуточки, ни секундочки сомневаться в том, что вы услышаны, вы уже услышаны. Спасибо огромное. То, что вы пришли до этого тура и вы стоите на сцене, уже Да, говорит конечно. о том, что вы услышаны и давно услышаны. Да. Xullas, tarjima qiladigan bo'lsam, Shohruxxon bilan duet bo'ladigan bo'ldi. Sizga esa katta rahmat ishtiroki uchun olqishlab qo'yamiz. Susanna, katta rahmat sizga. Qani olqishim. Rahmat. Удачи. А где мне взять такую песню? удачи. О любви, о судьбе. Demak, kimdir Shohruxxondan navbatdagi bosqichga yo'llanma, kimdir duet aytishga va'dani qo'lga kiritdi. Bo'ldi. Yes.